Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun shikarniy narxda shikarniy kvartirani ko'ramiz. Bir xonani ikki xona qilingan varianti. Yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan keyin hech kim yashamagan. Bemalol ko'rib, maza qilib tomosha qilsangiz ham bo'ladi. Imkoni bo'lsa agar bitta like ayamaysiz. Obzorda kirish qismidan boshlaymiz. Aytgancha kvartiramizga 37 ming so'ralyapti. Yangi remontda, hamma narsa yangi. Shu obzorimizda har doimgidek kirish qismidan boshlaymiz. Mana shu bizlarda kirish qismimiz, kirish eshigimiz va yonda hammom hojatxona umumiy bo'lyapti. Yuvinish xonasida va hojatxona. Issiq suv uchun ariston bor, hamma narsa yangi. Bir xonani ikki xona qilingan variantida turibmiz. Mana shu prixoshgacha bo'ladi va mana shu xonamiz eski oshxonani joyi bitta spalnicha qilib foydalanilgan. Keyingi xonamiz mana shu zal bo'lyapti. Zallarda agar mana bu sal tortib yotadigan joy qilsa agar, yana bitta xona sifatida foydalansa bo'ladi. Gluxoy xonalari yo'q, hamma xonalarda eshik deraza bor va uyimizda balkon qismi, balkon qismiga oshxonani olib chiqilgan, hamma sharoitlar qilingan. Kir yuvish mashinasi uchun joy ajratilgan, moykalar bor, suv 24 soat, Sagjana hududi bo'lyapti. Sagjana medkollejda ro'parasida. Gaz plita bor, vitishka bor va xolodilnik ham bor. Mana shu yerda kichkinaga o'tirib ovqatlanadigan joy qilsa bo'ladi. Va mana shunday manzara. Pastlar o'tiplik qilingan. Polni gilam pardalar, mebellar qo'yilgan. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz juda ham ajoyib, juda ham chiroyli remont qilingan ekan. Narxi ham shokolad. Bugungi kvartiramiz Sagjana hududi bo'lyapti. Medkollejda ro'parasidagi domlarda 5-qavatda joylashgan 9 qavatlik binoda. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarga tezda murojaat qilamiz. Hammaga rahmat.